Yaqinda sog'lig'i uchun xalqdan pul so'ragan taniqli aktyor Aziz Rametov haqida 3 ta fakt. U 1988-yil 10-iyul kuni Toshkent shahrida san'atkorlar oilasida tavallud topgan. Otasi taniqli aktyor Jumadulla Rametov, onasi esa aktrisa Saida Rametova bo'lib, Aziz bolaligidan ijod muhitida ulg'aygan. Rametov dastlab musiqa yo'nalishidagi tahsil olib, Gler nomidagi musiqa maktabida bir necha yil davomida violonchel chalishni o'rgangan. Keyinchalik esa aktyorlik va kino sohasini tanlab, san'at olamiga kirib kelgan. U nafaqat aktyor sifatida, balki rejissyor va xonanda sifatida ham faoliyat yuritadi. Uning ishtirokidagi va yaratgan loyihalar orasida Arslon izidan, Qaramlik, Vahshiy, Qudajonlar kabi filmlar tomoshabinlar orasida keng ommalashgan. Shaxsiy hayotiga to'xtaladigan bo'lsak, Aziz Rametov 2022-yilda oila qurgan. Rafiqasi san'at sohasida bo'lmasa-da, ijodga yaqin inson ekani aytiladi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, u farzandli ham bo'lgan. So'nggi yillarda Rametov nafaqat ijodi, balki shaxsiy hayoti, ochiq chiqishlari va intervyulari bilan ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Shunga qaramay, u kino va ijodiy faoliyatini davom ettirib, yangi loyihalar ustida ishlayotgani aytilmoqda. Ushbu xabarni Aziz Rametovning muxlisi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.